Ey, shu bilan jim bo'lib ketdi bilasanmi shuni? Hozir. Nimaga horib ketdi? Alo, Alo dada, sizni sog'indim. Qayerdasiz? hozir boraman. Tinchmi shahar? Nima bo'ldi? Keyin tushuntiraman. Hozir kelaman. Nima bo'ldi? Tinchmi? Keyin Qayerga ketdi? Sardor? Katta bola bo'lib qopsan, ha? Yaxshimisan? Meni tanimading-a? Yo'q. Unda telefon raqamimni qayerdan olding? Uydan dadam futbolkalarni topib orqasiga ana shu telefon nomeri yozilgan ekan. Bolajonlarim, agar biron narsa kerak bo'lsa, biron narsaga ehtiyoj sezsalaring, shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Bu inson ham menman, faqat boshqa joyda yashayman. Nega yig'layapsiz? Yig'lamaman. Ko'zimga nimadir kirib ketdi shekilli. Erkakcha yig'lamaydi-ku, to'g'rimi? Nima olib beray? Futbolchi bo'lmoqchiman. Yo'q-e? Yangi butsi bilan yangi koptoko bering. Ketdikmi? Sen topib olgan o'sha